Asabiylarni buzmayli. Borgan sari savoli ko'payib boryapti. Asab buzgan bilan foydasi yo'q. E'tibor beramiz. Bu vaziyatda qaysi transport vositasi harakatni birinchi bo'lib davom ettirishga ruxsat etiladi? Darrov mana men belgini bilaman. Yo'l bering belgisi bu. Bu yerda asosiy yo'l turibdi. Demak, mana bu asosiy yo'l ekan. Bu to'xtab, bu birinchi o'tib ketar ekan asosiy yo'lga. Demaylar, svetofor ishlayotgan vaqtda imtiyoz belgilari bilan bir-biriga zid keladigan bo'lsa, agar svetofor ishoralari, biz svetofor ishoralariga qarashimiz kerak. Bu yerda yo'l harakat qoidalarining 99-bandi ishlaydi. Chap tomonga burayotgan haydovchi svetoforning yashil ishorasidan qarama qarshidan to'g'riga va o'ngga harakatlanayotgan, yashilda harakatlanayotgan transport vositalariga nima qilish kerak ekan? Yo'l berish kerak ekan. Sari chiqib, qizil o'tkazib yuboradi, keyin burilib ketadi. Tushundinglarmi? Qiynalgan bo'lsanglar, kommentariyada kurs so'zini yozib qoldiringlar. Bizlarni samarali va qulay kurslarimiz bo'yicha ma'lumot olasizlar. Ma'qul kez yozasizlar. Like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.